Tramp va Netanyaxu o'rtasidagi keskin mojaro. Bayrut hujumi ortidagi haqiqat. Robot ilonlar ishga tushdi. Xitoy yana dunyoni hayratda qoldirdi. Polshada dahshatli topilma. Yer ostidan 32 nafar tug'ilmagan bolaning qoldiqlari topildi. Tramp va Netanyaxu o'rtasida keskin mojaro. Bayrut hujumi ortidagi haqiqat. AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu bilan telefon orqali muloqot chog'ida uning Bayrutga bergan zarbasidan keskin norozilik bildirganini ma'lum qildi. Bu haqda u Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytgan. Trampning so'zlariga ko'ra, Isroil Livan poytaxtiga hujumni AQSh va Eron o'rtasidagi urushni yakunlashga qaratilgan memorandum imzolanishi kutilayotgan paytda amalga oshirgan. Shu sabab u Netanyaxu bilan suhbatda nima qilayotganingni o'ylayapsanmi deya keskin tanbeh bergan. AQSh prezidenti Netanyaxu harakatidan g'azablanganini bildirib, uning to'g'ri qaror chiqarish qobiliyati yo'qligini ta'kidlagan. Tramp shuningdek Isroil tomoni Hizbullohga qarshi yangi hujumlarni amalga oshirmaslikka chaqirgan. Uning ta'kidlashicha, AQSh va Eron o'rtasidagi kelishuv o'sha kuni imzolanishi kerak bo'lgan, biroq Isroilning Bayrutga bergan zarbasi bu jarayonni kechiktirgan. Tramp kelishuv yaqin soatlarda elektron shaklda imzolanishi, keyinchalik esa Yevropada rasmiy marosim o'tkazilishi mumkinligini ta'kidlagan. Qayd etish joiz, Isroil armiyasi Bayrut janubidagi Dahiya hududiga aviazarba bergan. Livan milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida 3 kishi halok bo'lgan, yana 15 kishi jarohat olgan. Hujumdan so'ng Eron parlamenti spikeri va muzokaralar guruhi rahbari Muhammad Boqir G'alibov AQShni tanqid qilib, agar Isroilning hujumlari davom etsa, muzokara jarayoni to'xtashi mumkinligiga ogohlantirdi. Robot ilonlar ishga tushdi. Xitoy yana dunyoni hayratda qoldirdi. Xitoyda elektr uzatish liniyalarini tekshirish uchun robot ilonlardan foydalanish boshlandi. Ular simlar bo'ylab harakatlanib, avariyaga olib kelishi mumkin bo'lgan shikastlanishlar va qizib ketish holatlarini aniqlaydi. Bu haqda Interesting Engineering nashri xabar berdi. Robotlardan Yunan provinsiyasining poytaxti Kunmin shahrida foydalanilmoqda. Ular simlarga o'ralib, kameralar va datchiklar yordamida uzilgan simlarni, eskirgan qismlarni va haroratdagi g'ayrioddiy o'zgarishlarni qidiradi. Ishlab chiqaruvchilarning ma'lumotlariga ko'ra, robotlar shu kungacha 130 kilometrdan ortiq elektr uzatish liniyalarini ko'zdan kechirgan. Polshada dahshatli topilma. Yer ostidan 32 nafar tug'ilmagan bolaning qoldiqlari aniqlandi. Jeshuv yaqinidagi Luturch qishlog'ida xususiy yer uchastkasidan 32 nafar tug'ilmagan bolaning qoldiqlari topildi. Bu holat yuzasidan 57 yoshli patologi Antana Magdalenaga qo'lga olinib, unga nisbatan tergov boshlandi. Shifokorning so'zlariga ko'ra, u COVID-19 pandemiyasi davrida homilalar ustida ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Tadqiqotlar yakunlangach esa qoldiqlarni qoplarga joylab, o'ziga tegishli yerga ko'mgan. Qoldiqlar yangi uylar qurilishi uchun hudud tayyorlanayotgan paytda tasodifan topilgan. Hozircha barcha qoldiqlar ekspertizaga yuborilgan. Tergovchilar esa hududda boshqa ko'milgan tibbiy chiqindilar yoki qoldiqlar mavjud emasligini tekshirmoqda. Prokuratura voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlash ustida ishlamoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.